Ozodlikka taqdim qilingan rasmiy hujjatdan ma'lum bo'lishicha, Prezident Shavkat Mirziyoyev o'z ma'muriyatining diniy siyosat uchun mas'ul mulozimini ishdan bo'shatgan. DXXdan chiqqan va muqaddam din ishlari bo'yicha qo'mita raisining o'rinbosari lavozimida ishlagan Dilshod Eshnayevning iste'fosi oldinroq turk rasmiylari tomonidan O'zbekistonga topshirilgan taniqli din ulamasi va bloger Mubashshir Ahmad taxallusi bilan tanilgan Alisher Tursunovga qarshi jinoyat ishi fonida yuz bermoqda. Ammo ozodlik manbalari ta'kidicha, muqaddam Mubashshir Ahmad asos solgan Ozon.uz jamoasi bilan to'qnashgan Eshnayev so'nggi paytlarda din va matbuot erkinligining torayishida jonbozlik ko'rsatgan mulozimlarning mavqei jihatdan eng kattasi emas. Diniy tashkilotlarning mana ayrim vakillarining gaplariga biz chidab tura olmaymiz. Huquq nuqtai nazaridan mumkin emas. Manbalar oxirgi yarim yilda faollar va blogerlarga qarshi bosimlar ortida prezident ma'muriyatida axborot siyosati va diniy siyosat uchun mas'ul mulozim sobiq adliya vaziri Ruslanbek Davletov va uning o'rinbosari DXXning sobiq raisi general Abdusalom Azizov turganini iddao qilishda davom etmoqda. Bu o'zidan o'zi bo'lib qolgani yo'q. Bu tasodif emas. O'zbekistondagi din va siyosiy vaziyatga muhim ta'sir ko'rsatayotgan bu uchlik axborot maydonini jilovlab, so'z erkinligini keskin cheklashga urinayotgani aytiladi. Ayni paytda Dilshod Eshnayevning ishdan olinishidan so'ng Mubashshir Ahmad ishida biron burilish bo'lgani ozodlikka ma'lum emas. Videoga like bosing va uni boshqalar ham ko'rishi uchun tarmoqlardagi sahifalaringizda ulashni unutmang. Ijtimoiy tarmoqlarda Mubashshir Ahmad taxallusi bilan faoliyat yuritgan Alisher Tursunov Toshkentga topshirilgandan 5 kun o'tib, prezident ma'muriyati diniy ma'rifiy masalalar sho'basi mudiri Dilshod Eshnayev lavozimidan olingan. Dilshod Muhiddinovich Eshnayev O'zbekiston Respublikasi Prezident administratsiyasi diniy ma'rifiy masalalar sho'basi mudiri lavozimidan ozod etilsin. Prezident Mirziyoyevning 2025-yil 15-maydagi F37 sonli ushbu farmoyishida Eshnayevning ishdan olinishi sabablari ochiqlanmagan. Vaziyatdan xabardor manbalar diniy siyosat kuratori bo'lgani aytilayotgan Dilshod Eshnayevning ishdan haydalishini Mubashshir Ahmadning hibsga olinishi bilan bog'lashmoqda. Eshnayevni prezident olib tashladi. Bu Mubashshir domla ishiga bog'liq. Domla deportatsiyasidan so'ng Turkiyada advokatlar, huquq faollari norozilik bildirdi va O'zbekistonda ham tarmoqlarda rosa ko'p yozildi. Bu shov-shuvlar tepadagilarga yoqmagan. Davletov gap eshitgan. Keyin Eshnayev ishdan olindi. Eshnayev diniy siyosat bo'yicha kurator edi. Saytlar masalasi turibdi, ya'ni diniy mazmundagi saytlar haqida gapirishimiz kerak. DXX zobiti Dilshod Eshnayev 2019-yildan beri diniy masalalar bo'yicha mas'ul lavozimlarda ishlab keladi. Avval u DXXning terrorizmga qarshi kurash boshqarmasida bo'lim boshlig'i lavozimida ishlagan. 2018-yil 28-avgustda Prezident Mirziyoyev Eshnayevni DXXdagi faoliyati uchun sodiq xizmatlari uchun medali bilan taqdirlagan. Oradan 1 yil o'tib, Eshnayev Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita raisining o'rinbosari, diniy ijtimoiy jarayonlarni o'rganish axborot tahlil markazi direktori etib tayinlangan. Keyinchalik u prezident administratsiyasi diniy ma'rifiy masalalar sho'basi mudiri lavozimigacha ko'tarildi. Eshnayev diniy qo'mitada ishlagan payti Mubashshir domlaga jiddiy bosim qilgan. O'sha bosimlar ortidan domlaning Azon.uz sayti yopilib ketgan va u Turkiyaga chiqib ketishga majbur bo'lgan edi. Hozir Eshnayev diniy sohadagi kamchiliklar uchun ishdan olindi. Aslida diniy sohadagi kamchiliklar uchun yolg'iz Eshnayev aybdor emas. Keyingi yarim yilda Ruslanbek Davletov, Abdusalom Azizov va Dilshod Eshnayev uchligi diniy sohada jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'yishdi. Ularni din dushmanlari deb atashadi. Mubashshir Ahmadning deporti oxirgi tomchi bo'ldi. Prezident diniy ilm kerak, dinga yo'l oching deyapti, lekin bular yo'l bermayapti.
Hozir Davletov bilan Azizov vaziyatdan quruq chiqishga harakat qilib, Eshnayevni qurbon qilganday bo'lishdi. Din ishlari bo'yicha qo'mitadagi ozodlik manbasi tilga olgan uchlik prezident ma'muriyatida bir vaqtda 6 oy avval o'z faoliyatini boshlagan. Taktikamiz qanday? O'tgan yil oktyabrida Toshkentda prezident Mirziyoyev ma'muriyatining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga nisbatan sodir etilgan suiqasddan so'ng DXX raisi Abdusalom Azizov ishdan olingandi. Uning iste'fosi sababi rasman ochiqlanmagan. Biroq manbalar general Azizovning DXX raisi lavozimidan olinishini aynan suiqasd bilan bog'lashgan. Lavozimdan bo'shatilishi ortidan rasman prezident huzuridagi Xavfsizlik kengashi kotibiyati ixtiyoriga o'tkazilgan general Azizov 2024-yil 4-dekabr kuni prezidentning ijtimoiy, siyosiy, diniy, ma'rifiy va yoshlar masalalari bo'yicha maslahatchisi o'rinbosari etib tayinlandi. Xuddi shu kuni Ruslanbek Davletov prezidentning ayni masalalar bo'yicha maslahatchisi lavozimiga tayinlangan. Ya'ni shu kundan boshlab Azizov Davletovga o'rinbosar bo'lgan. Prezidentning o'sha kungi farmonida Dilshod Eshnayev ismi keltirilmagan. Lekin huquq tartibot idoralaridagi manbalarga ko'ra Eshnayev ham xuddi shu kuni prezident administratsiyasi diniy ma'rifiy masalalar sho'basi mudiri etib tayinlangan. Manbalar iddaosiga ko'ra Davletov va Azizovni bog'laydigan norasmiy jihatlar ham mavjud. Bu haqda dastur davomida to'xtalamiz. Biz bilan qoling. Gün geçmiyor ki buradan deport edilen biriyle ilgili burada bir basın açıklaması, bir toplantı yapmayalım. Bunlar tabii arıcı verici bir şey. Aslında yani Türkiye'de Suriye olayından... Ozodlik yaqinda e'lon qilgan surishtiruvda Turkiya hukumatı o'nlab o'zbek vatandoshlari faoliyatini milliy xavfsizlikka tahdid deya G87 kodi bilan malakalagani aniqlangandi. Turkiyaning G87 kodi xorijlik shaxsning milliy xavfsizlik va jamoat tartibiga tahdid bilan bog'liq sabablar tufayli Turkiyaga kirishiga qo'yilgan taqiqni ifodalash uchun ishlatiladi. Bunday taqiq qo'llangan shaxs hatto yashash ruxsatnomasi bo'lgan taqdirda ham mamlakatdan chiqarib yuborilishi yoki kiritilmasligi mumkin. Son dönemde çok fazla kişiye bu tahdid kodu koyuldu. So'nggi paytlarda juda ko'p odamga G87 kodi qo'llanildi. Ayniqsa bu kod radikal islomiy fikrga ega, ya'ni salafiy tafakkurida bo'lishi mumkin bo'lgan guruhlar bilan aloqador bo'lganlarga qo'yiladigan kodga aylandi. Ba'zida esa G87 kodi faqat xavfsizlikka tahdid soluvchi shaxslarga qo'llanilmayapti, balki siyosiy faollarga, masalan, O'zbekistondagi muxolif fikrli kishilarga ham bu kod ishlatilyapti. Ozodlik surishtiruvida G87 kodi bilan tasniflangan o'nlab o'zbekistonliklar Turkiya vatandoshligidan mahrum qilingan yoki yashash ruxsatnomalari bekor qilingan va yo deportatsiya markazlarida ushlab turilgani aniqlangandi. O'zbekiston huquq tartibot idoralaridagi manbalar Turk xavfsizlik xizmatlari qora ro'yxatiga kiritilayotgan o'zbeklar ro'yxati aynan Davletov Azizov so'rovi bilan amalga oshirilayotganini iddao qilishdi. Davletovning Turk xavfsizlik xizmatlari bilan to'g'ridan to'g'ri aloqasi yo'q. U bu ishni sobiq DXX raisi Azizov qo'li bilan qiladi. Qolaversa, DXXning hozirgi raisi Bahodir Qurbonov ham bular bilan birga. Qurbonov Azizovning yaqin hamkori hisoblanadi. Ular ikkalasi militsiyada ishlagan davrdan beri birga. Bular Mubashir Ahmadni Turkiyadan olib kelishda ham shu hamkorlikdan foydalanishdi. Mubashir Ahmadning deportatsiya qilinishini O'zbekistondagi diniy faollarga nisbatan bosimlarning yangi bosqichi sifatida ko'rish mumkin. Parda ortida kuchlar borligini bilamiz va ularning kimligini, nima maqsadda bu ishlarni amalga oshirayotganlaridan ham xabarimiz borligi uchun Turk advokatlari Istanbulda ushlanib 10-may kuni Toshkentga topshirilgan Mubashir Ahmad taxallusi bilan tanilgan diniy bloger Alisher Tursunovga ham G87 kodi ishlatilganini tasdiqlashgan.
Migratsiya boshqarmasi bayonotida Alisher Tursunov ushbu xavfsizlik kodida nazarda tutilgan ayblovlarda ayblangani aytilgan, ammo u kishining jamoat xavfsizligiga tahdid tug'dirgani faktlari taqdim qilinmagan. Yaqinlari Mubashshir Ahmadning Toshkentdagi Gvardeyskiy nomi bilan bilingan DXX hibsxonasida saqlanayotganini aytishmoqda. Mubashshir Ahmad asoschisi bo'lgan Azon Global portali jamoasi va tarmoq faollari uning sog'ligidan xavotir bildirishgan. Ayni paytda domlaning haqiqiy ahvoli va sog'lig'i, ishining qay holatda ekani haqida ishonchli ma'lumot yo'q. U kishiga ruhiy bosimlar, ma'naviy iskanjalar bo'layotganini tinchlantiruvchi dori olib kelishni so'raganlardan ham anglash mumkin. Zero Mubashshir Ahmad domla tabiatan g'oyat halim, og'ir bosiq va murosasoz kishi bo'lib, shu vaqtgacha biror marta tinchlantiruvchi dori ichgan emas edilar. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Mubashshir Ahmad Jinoyat kodeksining 2 moddasida ayblanib, xalqaro qidiruvga berilganini bildirgan. Vazirlik Mubashshir Ahmad o'ziga qarashli axborot platformalari orqali O'zbekiston qonunchiligiga zid ma'lumot tarqatganligini iddao qilgan. Mubashshir Ahmad Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach berilgan diniy erkinliklarning chegarasini birinchilardan bo'lib sinab ko'rgan diniy olim va blogerlardan. Har bir ishni huquq doirasida, qonun doirasida amalga oshirishlikka harakat qilyapmiz. Buning uchun jamoamiz bor. U avvaliga O'zbekistonda Azon.uz nashri va ayni nomdagi media portal, nashriyot va kitob do'konlariga asos soldi, ammo keyinroq faoliyatini O'zbekistondan Turkiyaga ko'chirdi. Yurt ichida ish yuritishning imkoni qolmagach, noilojlikdan faoliyatini xorijga ko'chirdi. Millat bolalarini yoshligidan diniy ta'lim olishi uchun kurashdi. Mamlakatda 18 yoshdan kichiklarga diniy ta'lim olinishi taqiqlab qo'yilgandan so'ng chora sifatida Turkiyada Mezana ilm dargohini tashkil qildi. Mirziyoyev hokimiyatiga loyallik izhor qilingan bayonotlari va uning amalda umrbod prezidentlikda qolishiga yo'l ochgan konstitutsiya islohotlarini qo'llab-quvvatlashi aftidan uni o'zbek huquq tartibot idoralari bosimidan himoya qila olmagan. Konstitutsiyani qabul qilinishlik ishlarida faol o'z hissamizni qo'shishni niyat qilgan holatda ayni paytda Mubashshir Ahmad hibsda qolarkan, ijtimoiy tarmoqlar uning himoyasiga yozilgan postlardan tozalanayotgani aytilmoqda. Bugun domlaning himoyasida turganlarga, post yozayotganlarga tazyiq bo'layotgani, yozganlarni o'chirishga majburlanayotgani haqida xabarimiz bor. Jumladan Toshkentdagi Westminster universiteti o'qituvchilari Mubashshir Ahmad haqidagi posti uchun ishdan bo'shatish tahdidi ostida qolgani ozodlikka ma'lum. Ayni paytda nafaqat Mubashshir Ahmad haqida yozganlar, balki har qanday mavzuda ochiq yoki tanqidiy fikr bildiruvchilar ustidan nazorat kuchaygani aytiladi. Manbalar bu total nazorat tepasida Ruslanbek Davletov va uning guruhi turganini iddao qilishmoqda. Davletov, Azizov va Eshnayev uchligi O'zbekistondagi nafaqat diniy siyosatni, balki ijtimoiy jarayonlarni nazorat qilishda muhim rol o'ynab kelgan. Asosiy figurantlar shu uchtasi bo'lgan. Davletovning prezident maslahatchisi sifatidagi lavozimi, Eshnayevning diniy siyosat kuratori sifatidagi roli va Azizovning DXX bilan yaqinligi ularning faollar va blogerlarga nisbatan bosimlarni keng ko'lamli va har tomonlama amalga oshirishda qo'l kelgan. Masalan, Rasul Kushurboyev, Abdurahmon Tashanov, Anora Sodiqova bilan bog'liq voqealar ortida shu Davletov komandasi turibdi. Esingizda bo'lsa, yirtiq krossovkasini ko'rsatib ta'qibga uchragan G'ayrat Do'sovni ham shu qamatgan edi. Oziq-ovqat tarkibida halol-harom moddalar haqida gapirgani uchun bloger Hoji Akbarni ta'qib ostiga olinishi ham Davletovning ishi. Konstruktiv muxolifat faoliyatini, so'z va matbuot erkinligi, fuqarolarning axborot olish, undan foydalanish va tarqatishga bo'lgan huquqlarini kafolatlaymiz. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, o'zbekistonliklarga ko'proq so'z erkinligini va'da qildi. Mahalliy matbuot jonlandi, ijtimoiy muammolar muhokamaga olib chiqildi.
O'zbekiston xalqaro matbuot erkinligi reytingida bir necha pog'ona yuqoriladi. Ammo oradan ko'p o'tmay bloger, jurnalist va tarmoq faollariga nisbatan bosimlar kuchaydi. Keyingi paytda bu bosim yanada kuchaygani kuzatilmoqda. Ozodlik mavzuni o'rganish jarayonida bir qancha blogerlar bilan suhbatlashdi. Ularning aytishicha, ko'pincha to'g'ridan to'g'ri tahdidlar va qo'rqitishlar bilan yuzma-yuz kelishmoqda hamda o'z fikrlarini erkin bildirishdan qo'rqib, senzura va davlat bosimiga yengilishni ma'qul ko'rib, sukut saqlashga qaror qilishmoqda. Ayrim blogerlar o'zlariga nisbatan bo'layotgan bosimlar ortida kim turganidan bexabarligini aytishdi. Ba'zilari esa bu Davletov guruhining ishi degan iddaoni ilgari surishdi. Ozodlik blogerlar xavfsizligi bois ular shaxsini ochiqlamayapti. Va bu borada ham qattiq ishlaymiz va yo'l qo'ymaymiz. Ruslanbek Quroltayevich Davletov 1980-yil 1-iyunda Xorazm viloyati Shovot tumanida tug'ilgan. Kuni kecha 45 yoshni qarshilagan Davletov huquqshunos va iqtisodchi mutaxassisligiga ega. Davletov 2001-yil Buyuk Britaniyaning Warwick universitetini tugatgach, mehnat faoliyatini O'zbekiston monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasining yetakchi mutaxassisi lavozimidan boshlagan. 2016-yil sentyabrida Mirziyoyev hali muvaqqat prezident paytidayoq Davletov Adliya vazirining birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. Oradan 1 yil o'tmay Davletov Adliya vaziri bo'lgan. U islohotchi vazir sifatida maqtalgan. Hamma kerak bo'lsa hurmat qiladigan va kerak bo'lsa qo'rqadigan qonunlar bo'lmasa jamiyatda hech qanaqa islohotlar natija bermaydi. Ayni paytda aynan u vazir paytida tanqidiy fikr bildiruvchilarga qarshi bosimlar boshlangani aytiladi. Adliya vazirligining sobiq xodimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda Davletov trollar guruhini tuzganini iddao qildi va uning o'zi ham ana shu trollar safida bo'lganini aytdi. To'g'ri, Ruslanbek Quroltoyevich islohotchi, dangalchi boshliq edi. Biroq uning davrida jurnalistlarni sotib olish boshlangan. Ko'zga ko'ringan jurnalistlar ochiqchasiga ishga olingan, ko'p jurnalistlarga yashirincha pul to'langan. 2018-yilda tanqidiy fikr bildiruvchilarga tarmoqlar orqali hujum qilish kampaniyasiga asos solindi, ya'ni trollar fabrikasi ishga tushirildi. Hamma Facebookda sahifa ochsin dedi. Bu xalqqa yaqinlashish deyildi. Lekin amalda biz boshqa ish bilan shug'ullandik. Kim tanqidiy fikr bildirsa, soxta akkauntlar orqali kirib, uni qoralash kampaniyasini qildik. Davletovning trollar guruhi bo'lgani haqida parlamentning Qonunchilik palatasi sobiq deputati Rasul Kusherbayevning Xo'p podkastida ham gapirilgan. Adliya vazirligining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi sobiq xodimi Husan Ravshanov 1 yil oldingi suhbatda Davletovning trollar guruhi safida bo'lganini ochiqcha tan olgandi. Topshiriq beriladi. Xo'p. Men post nimasi havolasi tashlanadi guruhga. Misol uchun men qanday post yo chiqish qilganman, misol uchun, to'g'rimi? Ha. Xo'p, shu sizlarga siz ishlagan vaqt tashlangan sizga. Shunday. Kim rahbariyat tashlaydimi? Ha. Ha, xo'p, tashlayapti. Keyin nima talab qilinadi? Hamma nima qilsin? Hamma xodimlar sindirib taylasin, uni qoralasin. Yo, mamlaqa buni oqlasin, buni qoralasin. Mana shunaqa trollar fabrikasida soxta har xil akkauntdan kirib yoziladi. It ekansan, boshqa ekansan, mana shu haqoratli narsa. Menga ham shunaqa bo'lganmi shunda? Bo'lgan-a? Na Davletov va na Adliya vazirligi trollar guruhi haqidagi ayblovlarga munosabat bildirmagan. Manbalar katta ehtimol bilan Davletovning trollar guruhi hozir ham borligini taxmin qilishadi. Biz Adliya vazirligi sifatida bu faoliyatni nazorat qilamiz. Bizda bevosita ustav mana shu ustavlar Ruslanbek Davletov Adliya vaziri ekan, mahalliy matbuotda o'sha vaqtdagi DXX raisi Ixtiyor Abdullayevni maqtagan va uni o'zining ustozi deya atagandi.
Keyinchalik Abdullayev davlatga xiyonatda ayblanib uzoq yilga qamaldi. Unga yaqin qator shaxslar ham panjara ortiga tashlandi. Biroq uni ustozi deya maqtagan Davletov bu tozalashlardan omon qoldi. Manbalar Davletovning keyingi DXX raisi Abdusalom Azizov bilan ham yaqin bo'lganini aytishadi. 3 yil oldingi Xorazmdagi Mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarini jinsiy zo'rlash voqeasi Ruslanbek Davletov adliya vaziri bo'lib ishlagan paytida sodir bo'lgan. Davletov bu voqeani bosti qilish uchun astoydil harakat qilgan. O'sha shuv-shuvli voqeada adliya mulozimlari ayblangani uchun Davletovning ham boshi ketishi kerak edi. Lekin uni o'sha paytda DXX raisi Azizov saqlab qolgan. Shu bois Davletov Azizovga qarzini qaytardi. Hozir Azizov Davletov qo'li bilan vaziyatni chayqatyapti. Ozodlik ixtiyorida bu iddaolarni tasdiqlovchi rasmiy hujjat yo'q. 2022-yilda Xorazmdagi Mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari 10 oy davomida viloyat adliya boshqarmasi boshlig'i va tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i bilan jinsiy aloqada bo'lishga majburlab kelingani fosh bo'lgandi. Amaldorlar 2022-yilning sentyabr oyida sudga tortilgan va atigi 1,5 yilga ozodlikdan cheklangan. Ikkita sudlanuvchilarning harakatlarida zo'rlik, qo'rqitish, jabrlanuvchining ojizligidan foydalanish va shu orqali ular bilan jinsiy aloqa qilish holati o'z tasdig'ini topmadi. Ularga berilgan jazoning yengilligi jamoatchilik orasida norozilik uyg'otgachgina ish qayta ko'rib chiqilib, ular 3 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. Bu voqea nafaqat mamlakat ichkarisida, balki xorijda ham shov-shuv bo'ldi. O'tgan yilning dekabrida Amerika Qo'shma Shtatlari Xorazmda pedofiliyada ayblangan Adliya vazirligining 3 nafar xodimiga sanksiya qo'lladi. Bu Mirziyoyev hokimiyatga kelgach o'zbek mulozimlariga qarshi qo'llangan ilk xorijiy sanksiyalardan bo'ldi. Biroq Adliya vazirligi xodimlarining pedofiliyada ayblanishi bilan bog'liq ushbu voqeada o'z lavozimini saqlab qolgan Adliya vaziri Ruslanbek Davletovni sanksiyalar ham chetlab o'tdi. Aksincha uning lavozimi yanada ko'tarilib, prezidentga maslahatchi etib tayinlandi. Prezidentning ijtimoiy siyosiy rivojlanish masalalari bo'yicha maslahatchisi degan lavozim avval bo'lmagan. Bu lavozim Abdusalom Azizov taklifi bilan aynan Davletov uchun yangi yaratilgan. Bu aniq maqsadda qilingan, ya'ni yoshlar, din, parlament, media ustida nazoratni shu orqali boshqarish reja qilingan. Manbalar bu nazoratni Davletov ortig'i bilan bajarayotganini ta'kidlashadi. Ayniqsa Davletov chegaradan chiqqan din ulamolari va faollarni jilovlab turish vazifasini o'zi ishlab chiqqan dunyoviy davlat konsepsiyasi asosida astoydil bajarayotgani aytilmoqda. Davletov adliya vaziri paytidayoq mamlakatdagi diniy masalalar borasida jiddiy chiqishlar qilgandi. Hamma bu odamlarga tamg'a bosish bunday huquqi yo'q. U dinga xohlasa ishonadi, xohlamasa ishonmaydi, xohlamasa umuman tarki dunyo qilib yashaydi. Ya'ni bu konstitutsiyaviy huquqi. Shuning uchun qonunda belgilangan huquqlar, qonunda belgilangan kaforatlarni kimlardir chiqib, qanday ijtimoiy maqomidan qat'iy nazar inkor qila olmaydi, shuni bilib qo'yinglar. U ularga daxl qila olmaydi. Mana shu biz signalni hamma diniy tashkilotlarga, hamma shu mana sohadagi domlalarimizga yetkazib qo'ymoqchimizki, biz Adliya vazirligi sifatida bu faoliyatni nazorat qilamiz. Bizni bevosita ustav mana shu ustavlarni belgilangan normalarni ustidan nazorat qilish funksiyamiz bor. Javobgarlikka tortish funksiyalarimiz ham bor. Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, mamlakatda o'nlab yangi masjid ochilgan va azon chaqirganda ovoz kuchaytirgichlardan foydalanishga ruxsat berilgan. Ammo so'nggi paytlarda diniy erkinliklar doirasi torayib borayotgani kuzatiladi.
Prezident azon ovozini eshitganda xursand bo'laman degandi, lekin Davletov komandasi azon ovozlarini o'chirishdi. Bolalarni masjidlarga kiritmaslik uchun masjidlar oldida o'qituvchilarni majburan navbatchilikka qo'yishdi. O'zbekistonda din dushmanlari shular bo'ladi. Kafelarga aroq sotishni majburlash ham bularning ishi. Namoz o'qiydigan amaldorlarni ishdan haydashdi. Mulozimlarga ro'za tutishni taqiqlashdi. O'quvchi qizlar ro'mollarini yechish, soqolga qarshi kampaniyalar ham bularning ishi. Bular dinni muammo qilib ko'rsatish orqali prezidentga o'zini kerakli qilib ko'rsatadi. Ekspertlar hukumatning aholini bu kabi islomdan uzoqlashtirish siyosatini mamlakatda diniy radikalizmning o'sib borayotgani bilan izohlashadi. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Mirziyoyev prezidentligi davrida O'zbekistonda din va e'tiqod erkinligini ta'minlashga qaratilgan ijobiy o'zgarishlarning kuzatilganini e'tirof etishgan. Biroq ular mamlakatda hali ham diniy tashkilotlar va diniy ta'lim ustidan kuchli davlat nazoratining saqlanib qolayotganini tanqid qilishadi. So'nggi paytdagi cheklov va taqiqlar diniy konsepsiya nomi berilgan vijdon erkinligi va diniy sohadagi davlat siyosatiga doir yangi qonun qabul qilinishi ortidan yuz bermoqda. Ushbu konsepsiya mualliflaridan biri Ruslanbek Davletov ekani aytilmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan ekspertlar ushbu konsepsiya diniy, ijtimoiy va iqtisodiy sohalardagi muammolarni hal qilishga qaratilgan bo'lsa-da, uning ko'plab qismlari konstitutsiya va xalqaro huquq talablariga zid bo'lib, natijada fuqarolarning huquqlarini cheklashi, vijdon va so'z erkinligining toptalishiga olib kelishi mumkinligini ta'kidlashmoqda. Hukumat va qonun chiqaruvchilar O'zbekistonga bu kabi konsepsiya nima uchun kerakligi haqida rasmiy izoh bermagan. Prezident Shavkat Mirziyoyevning ochiqlik haqidagi bayonotlariga qaramasdan, prezident ma'muriyati yopiqligicha qolmoqda. Ozodlik diniy siyosat borasida ilgari surilgan iddaolar yuzasidan hozircha rasmiylardan biron izoh ola olmadi. Savollarimizni prezident matbuot kotibi Sherzod Asadovning Facebook sahifasi orqali ham yo'lladik. Hozircha Asadovdan biror ko'rinishda javob bo'lmadi. Ozodlik bu borada rasmiylarning izohlariga ochiq. Videoga like bosing va uni ko'proq odam ko'rishi uchun do'stlaringizga ulashing. Ekranda ko'rayotganingiz QR kod orqali Ozodlik Telegram kanali bilan bog'lanishingiz mumkin. Xabarlaringizni sizdan Telegramga yuborishni unutmang. Efirda uchrashguncha